Agarda turmush o'rtog'ingiz sizga "Yur Turkiyaga borib pide yeb kelamiz" desalar, Turkiyaga borishga hech ham shoshmang. Sababi bizda malin yarim tayyor oshirma xamirlari bor. Bu oshirma xamir bilan Turkiyanikidan ham zo'r qilib pideni uy sharoitida tayyorlasangiz bo'ladi. Oshirma xamir obto'da oshirib olib, teng 4 zuvalagi bo'lib olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasini tayyorlaymiz. Ozgina yog'da qiymani bir oq qovurib, tuz, ravorli mayda qilib to'g'ralgan piyoz, pomidor, svetofor bolgarskilarni solib bir oq qovurib, gazni o'chiramiz. Xamirlarimizni xuddi men ko'rsatganimdek qilib qo'limiz yordamida olamiz. Xamirimizni chetiga xuddi men videoda ko'rsatganimdek qilib Pure Milky Samarqand sirini chorkadan chiqarib chiroyli qilib solib, chetlarini tugib olamiz. Shunda ichlaridan sirlari oqib, shunaqangi mazali bo'lib chiqadi. O'rtasiga tayyorlagan qiymali nachinkamizni solib, ustiga qolgan sirimizdan ozgina sepib boramiz va tuxumni yaxshilab atalab chetlariga surib olamiz. 180 gradusda 25-30 minut davomida pishirib dasturxonga tortsanglar, bu pideni yegan oila a'zolaringiz sizlarni duo qilishadi. Sababi shunaqangi mazali bo'lib chiqadi. Albatta sizlar ham uy sharoitida tayyorlab ko'ringlar.